og'riqsiz davolanasizlar, kapelnitsasiz davolanasizlar, больницagacha bormaysizlar, uy sharoitida davolanasizlar. Bu nima vazifani bajaradi? Bizani burnimizda kichkina askarchalarimiz bor. U askarchalar tukchalar. Bu tukchalar tashqaridan kelayotgan unsurlar, ya'ni virus, mikrob, bakteriya, griboklarni spirgisimon harakat bilan ichkariga kiritmaslikka ta'minlab beradigan moslamalar hisoblanadi. Biz mana shu namlik muhitini saqlab bersak, ular o'zini vazifasini yaxshi bajarib, tashqaridan kirayotgan unsurlarni ichkariga kirgizmaydi va shu yerda o'zida to'xtatadi. Biz uyimizda 1 litr bankaga qaynatilgan va sovitilgan iligan suvni solamiz. Buni ichiga 1 choy qoshiqda tuz solamiz va buni aralashtiramiz. Bu bizaga nima hosil bo'ldi? Bizaga bu izotonik rastvor hosil qildi. Bu fiz rastvor 0.9% natriy xlor eritmasini hosil qildik. Lekin bitta narsasi bor. Bu eritmani fiz rastvor sifatida внутривенно, внутримышечный yoki ingalyatsiyaga mutlaqo ishlatish mumkin emas. Bu narsani burnini yuvishga, tomoq yuvishga ishlatsa bo'ladi. 1 yoshgacha bo'lgan bolajonlarimizga tomchi variantida tomizasizlar. 1 yoshdan katta bo'lgan bolajonlarimizga ham grusha yoki shpritsda yuvorib tozalab tashlashsa bo'ladi. Keyingi rilslarimizda temperatura qilayotgan bolaga ingalyatsiya mumkin emasligi haqida gaplashamiz. Bizni kuzatib boring.